Hammaga salom. Bugun SQL serverda yangi ma'lumotlar bazasini yaratamiz. Dars oxirida mustaqil bajarasiz deb 5 ta vazifa ham beraman. Tayyor bo'lsangiz boshladik. Ma'lumotlar bazasi. Bu tartiblangan ma'lumotlarni saqlash uchun mo'ljallangan tizim. Misol uchun, internet do'kon, mahsulotlar va buyurtmalar bazasi, universitet, talabalar va baholar bazasi, ijtimoiy tarmoq, foydalanuvchilar va postlar bazasi. Bugun mijozlar haqidagi ma'lumotlarni saqlash uchun yangi mijozlar bazasi nomli ma'lumotlar bazasini yaratamiz. Ma'lumotlar bazasini yaratishning ikkita usuli bor: grafik interfeys orqali yoki SQL so'rov orqali. Birinchi usul: grafik interfeys orqali yaratamiz. SQL Server Management Studio'ni ochib olamiz va Object Explorer'dan Database ga bosamiz. Va sichqonchaning o'ng tugmasini bosib, New Database ni tanlaymiz. Bazaning nomini kiritamiz. OK tugmasini bosamiz. Ko'rib turganingizdek, bazamiz yaratildi. Endi shu jarayonni SQL kod orqali bajaramiz. Query editorni ochamiz. Buning uchun New Query tugmasini bosamiz va quyidagi kodni yozamiz. Create database mijozlar bazasi. Keyin Execute tugmasini bosamiz. Agar hammasi to'g'ri bo'lsa, pastda ushbu yozuv chiqadi. Endi mijozlar bazasi databases ro'yxatida paydo bo'ldi. Endi mijozlar bazasi ichida ishlashimiz uchun unga ulanamiz. Buning uchun quyidagi kodni yozamiz. Use mijozlar bazasi. Keyin Execute tugmasini bosamiz. Endi biz mijozlar bazasida ishlayapmiz. Bugun grafik interfeys va SQL kod orqali ma'lumotlar bazasi yaratishni o'rganib oldik. Endi siz mustaqil ravishda video izohida qoldirilgan topshiriqlarni bajaring. Bugun SQL serverda ma'lumotlar bazasini yaratishni o'rgandik. Keyingi darsda bazamiz ichida jadval yaratamiz va ma'lumotlarni qo'shamiz.